Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz quruqqa qo'rilgan rak qo'rimiz. Buningga muvofiq miqdorda, ya'ni yetarli holatda rakni tayyorlaymiz albatta. Andan bularning burutlarini kesib, ana bu holatda ko'rdinglar. Cho'ngroq rakdan bu holatda yerni kesib siqsanglar bir narsa chiqadi. Andan bu dumbisdan bir tal jipchisi bor. Uni evatimiz 3 joyi, 2 a'zosi shu. Hammasi bo'shab tozalab bo'lgandan keyin buniki ustiga azroq oq ochiq suv qo'yamiz. Oq ochiq suv quyib aralashtirib, buni 10 minut qo'yib qo'yamiz. Mavu baranga, ya'ni yangyoni qalam chiqib to'g'rab olamiz. Andan buni suvga qo'yamiz. Mavu jo'say muvofiq miqdorda bosib bo'ldi. So'ng piyozni to'g'rab olamiz bu holatda. Andan samsoqni yalpoqlab to'g'rab olamiz. Mavda penjilasi quruq laza. O'tirdan 2 qilib olsanglar bo'ldi. Xojodan bir qo'shiq. Mavu yumg'oq sut, buni cho'ng-cho'nglam to'g'rab olsanglar bo'ldi. Yumg'oq sut yoki changsay. Endi qozonga oz miqdorda may qo'yib, mavu barangini qo'rib olamiz. Mana bu holatda o'rib-cho'rib qo'rib olamiz. Barang pishgandan keyin jo'sayni sep aralashtiramiz. Endi buni to'kib bir taxsiga ep qo'yib turdik. Endi qozonga oz miqdorda may qo'yib bir qo'shiq atrofida rakni silib buni qo'riymiz, o'rib-cho'rib. Qizargacha qo'rib olamiz. Andan buni ayrim ep qo'yib turamiz. Endi qozonga may qo'ydik, yarim cho'mich. Bu may qizigandan keyin xojonni sep aralashtiramiz. Andan samsoq, zanjibil, so'ng piyoz, mada penjilasini sep qo'riymiz. Ma bo'lsa dubanjang, bir qo'shiq dubanjang solamiz. Andan azroq suv. Bularni yaxshi aralashtiramiz. Ma azroq ochiq suv, andan azroq tuz. Ta'min tangshab, tuz tetgandan keyin bu yamqi rakni silib aralashtiramiz. Andan bu barang bilan jo'sayni sep aralashtiramiz. Uning ustiga azroq kunjut, andan bu qo'rilgan xasing meg'zi va changsay bularni silib aralashtiramiz. Mana bu tayyor bo'ldi. Tuz ta'min tangshab, taqsimizga suv olsak bo'ldi. Quruqqa qo'rilgan rak qo'rimiz tayyor bo'ldi. Hammalarni sinab beqishni umid